Voy, hovlilarni o'rsib ketganini keling, ertaroq turib tozalasangiz bo'lmaydimi? Opajon, oldida uyg'onib, hamma yog'i top-toza qilib tozalab qo'yaman. Men qizlik paytimda mana shu hovlida ertalab to'g'rida turib, xo'rozni uyg'otib, keyin boshqa ishlarimni qilardim. Aytinglar. Bayat yo'q, ovqat. Granatami? Boshqa iloj qolmadi. Ona bunizga foydasi yo'q. Siz nimadir pishirganda qo'shnilarga ham ilining. Ha, olib chiqyapman, opajon. Men qizlik paytimda nima ovqat qilsam qo'shnilarga ilinardim. Hamma meni yaxshi ko'rardi, qo'ling shirindim. Aytinglar, men qanaqa ahil edim qo'shnilar bilan? Sen menga o'rgatma nima qilishni. O'zim bilaman nima qilishni, tushundingmi? Yordam bering. Keling ona. Opa, tur. Muzrini biza tomonga supurma dedi, o'zim bilaman haqqa supurishdi. Ovqat qilishni qayerda o'rgangansiz? Men shunaqa mazali ovqatlar qilardim, o'ng qo'limni o'ynatib. Butun mahalla orqamdan ovqatimni maqtab yurardi. Shogirdlikka oling deb. Maqtanglar, gapiring, ayting, so'ylang. Xola sizga nima qildi? Ko'zingizni oching, o'zini qutqarib qolaman. Nima bo'ldi xolaga? Opam qilgan ovqat yeganda keyin shunaqa bo'lib qoldilar. Ikkinchi marta shunaqa bo'lishi, opingiz ovqatini xolaga bermang dedim. Atravlina bo'ladi. Zo'r ketdi-da. Buncha vahima qilasizlar. Zo'r ovqat qilaman-ku men, tavba.